Ko'p hurmat aziz qarindoshlar, hammanglarga shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'liq Hamid. Men mana 2 kun, bir kuni idorada ishladim. Undan keyin kechda ishdan chiqib 2 soat o'qishib qoldi. Men bugun Black Friday deb shundan 2 kun bo'ldi. Namoyishga chiqolmay qoldim. Shunda o'sma men bir azroq bir naq maydon qilib, bir gap qilib chiqib ketay dedim. Misha, men Turkiyaga bir borganchigimda azroq bir ishlar bilan berib, shu nima qilmoqchi edim. Bir chechim azroq bir chash tiktiray deb doktorxonaga kirib boqay deb qilsak, bir tarjimonni ilib kirgan. İlip kirsak, doktor aşağıya kan tekşirmeyle, narkoz kılmayla çaş dikimiz dep turib olduqçu. Aşağıda şunda hapılap ketkendim. Joňapağının işten paypı kılmaya başlayan başmağı kan tekşirip, narkoz kılıp, bunda bir 3 gün diagnozu koyup, ondan keyin onu tekşirgen diken çıkıdığan narsa dep. Aşağıda meylek məqsədiylik pul ilişki aldırıp gitip bağallığı iniq turutda. Mağa Amerika'daki Bekram Sintaş mı? Bu maaşı Arafiyadan Can aldırıp gitip baramda mükafat. Ya, elik Dolqun Qambiri degan tağısı mı, dadısı, elik qıynatısı. Şu bununla buyruq düşürüp aldırıp gitip baramda. Yama taqır tuqurmuş, indijiniz toğırlıq yezip. Muşunda nəslərini çaplap qıtiptike inkas qaytosam, meni mərəzlə, yo dep, o bu dep, yezi gitti bir nəslərini. Mən çıxamapdı ki, sen qart dep dedim. Aldı, mən mərəz olsam, o əvrəz elə əxlətlərini töküdüğün, jünlan töküdüğün dep koydum. Ötkəndə mi onunki, Adlara Qurbandıki ədisininki, müşü bizniki vətənimizdeki, bir valva bir yolun projektini ağan, məşində eləqə, mərkəzdən kəlgən Xitayninki başlıqlarla işgə rəsimlər, yo, şirkətlərninki, jüllaq kirimlərninki, bu müştər degan bilən məyədi manda qeyrindaşlar dep çıqırıb qoyğandı. Hazır əsərlərdə maymunlarını dövlət qurğanıb. Total maymununu solap qoysa sanğa şu dövlət qurğanda görünüp ketdi mi? Unda olsa qurultaydakilar dаңla Xi Jinpingga bizga azroq hayvonotlar bag'ishida o'rin ber deb olim setiblar Dolqun Qambiri qiynatdan bilan Dünya Uyg'ur qurultaydagilar bilan shu sanğa agashgan va san qo'llayotgan Osiyo Uyg'urlar bilan indigenistlar bilan kirib yashanglar ashada. Biz sana chiqirpadik bu bütün qanchinchi modda, qanchinchi naziyada Dilyar chiqirpadi, Zumrat adash chiqirpadi. Bütün hammasi mundaq indigenistlar kim davlat quranmaydi deb. Quranmaydi deb inoq chiqirpadi go. Sen chiqirpaqmamsan unda nochi olsan. Quralaydiganda sen chiqirpaqa olibdi. Indigenistlar davlat quralaydiganda sen chiqirpasan. Men bo'ldi do'yindi, men usul o'ynayman. Men bu Kuzatning apısını sımıqlı o'zgartib aytayman ismini. Ayol kishining bo'lsin mayli. Dolqin aysamaydi, ayollar bo'limiga yo'q kiyib kirdi degandek, o'qishdek. Men bu shu sımıqlı o'zgartib aytmay bo'ldi shu vaqo. Sen tapir paqa unda olsa, buning tigida sening qiynatangning mas'uliyati bor. Bekram Sintaş o'shqallarni jig' tushandingmi? Ma degan xalq qilgan xiyonat, ma degan xalq qilgan xoinlik, bütün bizningki dinimizga qilgan İslamga bizni yovvoyi odamlarga chiqarib dedi-ku, aniq mashina ip tashlayapmiz bo'lmaydi. Bu hozirlam emas, bugun Xitoymi va vatanimizga biz chiqatsa vatanimizdan cho'qim shartning ikki ustalda o'tirib turib, men yo'q qilayotsak, yana bir kilo tajovuz qilib kirdi dedi. Tushundingmi? Sen degandekidek maymunlar asrlarda davlat qurgan deb qaysi maymunning davlat quribga go'y badanni liq qilib qo'yib Mağanınki ya on taraf işlemaydı ya son taraf işlemaydi. Ağzım geldi de yazıyla podak köterdiyse aşından kötüremiz podak ne? Qiynatdan Dolqun Qambiri mi var men sana dep qo'y. Tushundingmi? Adamninki no'chiligidan mushundaq narsaga adam no'chi bilamiz. Bir vaqtlarda undidar hozir maqtab Xi Jinpingning rasmlarini chiqarib yurganti. Meyo Gongsandang, Meyo Xinjiang, Meyo Xi Jinping, Meyo Yidayido deb senin adan yazgan. Ayakta adan bir valvağını ulap, sen ayakta radyoda indigenous people'ni ulap. Senindan qo'rqib qalandiq biz. Senindan qo'rqib qalmaymiz, Bekram, sen xiyolingni xamaylama sen. Tushundingmi? Xalq degan bir parcha o't hozir yopirilib kelamiz biz degan yanartaq portlab turib.
Senin de herkes korkmaymış. Sen uxlab düşün. Hı. Sen üçün küreş kılavatqanlı bir adam. Tushundingmi? E, Sen degan Olim Seyitov uchun podaxchilik qilayotgan odam, degan jinoyatchi. Olim Seyitov, Ömer Qanot, Rabia Qodir, Abbos oilasi bizning Uyg'urlarga qilgan xiyonat qilgan qaysi moddada davlat qurolmaydi deb baka. Sen ko'sti qo'ydik-ku. Qanchinchi moddada 46-dimi 60-chi batda degan yerlar butun narsani yezib, emojilarga do'ppilarni kiydirib turib, sen ko'sti qo'ysa sen ko'mdingmi? Üsatning qiliq qisatda chiroying qarab baqina go'yo bir yarim Uyg'urga o'xshaydigansan seniki. Qonunda baka. Qaysi nimada ashundoq baka. Biz o chiqirdig'ini chiqirib ko'rsatib baqdik. Sen chiqirib baqaqini, seninkini ko'tarib ko'rib baqaqini. Sen chaplab baqa yomon bo'lsang Facebook'qa. Sen bir ko'rsatib baqa ma qonunda indigenuslar mustaqillik. Nimda bundas Amerikadagi indianlar işte mustaqil olmay o'zini o'tirishda yerlik millat top yurdi hozirgacha. Amerika qurilganida tatib hozirgacha. Nimishki Avstraliyadagi aboriginlar deganlar ashularmi? Sen mi kirsa aboriginlarninkiniga qo'ysam jin chiroying qaraydigan bo'lsa. Aytgan ekansan seniki bor. Maningda sening qiynatangning bir kichik haqqi bor. Tushundingmi? Ayni vaqtida senimi qiynatang radio bo'liminiga boshliq bo'lgan chog'dimi? Senimi qiynatangmi radioning boshlig'i bo'lgan chog'dimi? Seni shu o'rimchilarga kirib, qo'rqmay sening to'yingni qilib, seni ochib qolgan. Qanday radiodagi RF'da ishlagan odamlar ashtadan qila oladi? 100% sening uydagilarning hammasi Xitoyning odami. Tushundingmi? Bunda nima sen? Kar qilma o Osiyo adamning kayniga kirib, erkin sidiqning kayniga kirib, o erkin sidiq deganlar bizga vakillik qilolmaydi, tushundingmi? Erkin sidiq, Osiyo Uyg'ursizlar hammanglar indigenous people'lar, tushundingmi? Sizlar o'zinglar tarixniki, la'natda, sen dadangning qilgan ishlariniki hammasini nol qilib o'tdim. Tushundingmi? Men o'tgan san yozmani yozgandim. Az gap qil. Dadang bika gullik kosarni kiyib, aptesin sharbit qaynanda chiqib qolsa, yomon rasvo bo'lsa, az gap qil desa, xahla deganni tillab, hech kimni yaratmay, shunday qilib ketgandim. Sen kim? Sen o'zingga odam, tushundingmi? May, yezib ketgan islomdan degani uni deb, buni deb, arabni uni deb, buni deb. O'zingning adisining eri arab-ku. Nima deysan uningga? Nima deb arabga ba'dan unda sadangni arabni tinglaydigan yering bo'lsa, islomni qarlaydigan yering bo'lsa. 2018'deki narsani chiqarib qo'ydik, tushundingmi? Kongon Nianching deganniki shu adangniki 2018'deki. Sen meğer 2018'de dava qilishdan men sana aşağıda Facebook'ta dedim, ya bu to'g'ri kelmaydigan mashkisi. U bu desam, bu fikr manasida yashab chiqatmisan, u bu degan deydingmi, demedingmi sen bana? Texi meni sen gumonliq odam işte kaynimda marab shiganda. Sening marig'idek nimang bor? Ko'p. Sen bir dövlep qo'ygan qumga o'xshaydigan sana kerigan o seni ishiltida bo'lma tashlab qo'ydi işte. Rafiyaninki men toza ishiltyapti hozir. Biz chiqarib bera oldik, manjinchi moddasida bakya davlat qurolmaydi-ku u bu deb. Sen chiqarib baqanda bo'lsa, olim Seyitov chiqarib baqsin, Erkin akam chiqarib baqsin, dedi-ku dilar oldimga chiqsin deb. Nuri Tulkiya chiqsin. Kuyrug'ini ishpanishib o'tirolmay, men bu ishda yo'qdim, meni so'rab kirmasin deb. Uyg'urning advokatiman deb yurgandan keyin chiqsin hamisi. Biz sana ko'rsatib beraylik, qayerda bormi, yo'qmi? Tushundingmi? Hatta meni marazlab yezib ketibsan. Ben maraz olsam senga avrazilikqa jindilan to'kadigan, fo'qsizlikdan to'qadigan nimasan? Tushundingmi? Bikatalab nima etsan sen? Dadang qiynalsang yoldirib qo'rqib, Refiyaga kirib qo'yibdi, azroq endi. Bikasan qora savdo qilib yurgan adam bilan shirkatga bosh to'lamay Amerikada. Bitashdan qilib yurgan narsasan, tushundingmi? Senikini men obdan bilaman, tushunding? Men sen obdan bilaman. Biz hükmet qilmadik, biz sen qonunlarni hamma narsani chiqarib olding, tashlab qo'ydik. Sen chiqarib tashlab baqa indigenuslar davlat quralaydi degan narsani. Men sana 9 ta azim sendan kechirim so'rayman. Chiqib. Tushundingmi? Shu.
qarindoshlar man bir yer mang'andim mana shu kun bir kun o'qishib qoldim idoramda hozir sal yuqoriga o'rlab qoldim emasmi deganman yoq ozroq ikki soat o'qishdan shu qoldi ya bugun Black Friday'da parlamentni istemasi